Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, kanalimizda obunachilari. Bugun sizlar bilan ko'rib chiqadigan mavzuyimiz diplomsiz, ma'lumotsiz ham ishga kelishni yo'li. Bu qanaqa yo'l? Faqat tajriba kerak sizga, nemis tilini bilish darajangiz bo'lsa bo'ldi. Bu kimlarga mos keladi? Ustalarga, omborxona ishchilariga, ba'zi bir qishloq xo'jaligi ishlariga. Bu vizani turi ham ishchi vizaga kiradi. White building bilan yoki mavsumiy ishlar bilan adashtirmang. Bu mavsumiy ishlar emas, white building ham emas. White building qilishingiz uchun sizda qo'lingizda oliy ma'lumotingiz yoki o'rta maxsus ma'lumotingiz bo'lishi kerak. Endi bizda O'zbekistonda ustalar, yo'l qurilishida ishlaydigan ustalar, ishchilar, bular qanday qilib Germaniyaga kelishlari mumkin? Eng birinchi navbatda qanaqa hujjatlar talab qilinadi? Sizda ish stajingiz, mehnat tajribangiz bu yerda diplomni o'rnini almashtiradi. Ish staji tasdiqlangan bo'lishi shart. Hozirgi kunda mehnat uzdan yoki mehnat daftarchangizdan ko'chirma bo'lishi shart. Chunki siz ish stajingizni tasdiqlashingiz shart bu vizani olish uchun. Bunga yana qanaqa qilib hujjat qilsangiz bo'ladi? Mana masalan tasavvur qiling, ustasiz, bizga usta odam murojaat qildi. To'g'ri, qurilish sohasida o'qimagan, lekin o'zini tajribasi katta 10 yillik, 15 yillik, 20 yillik usta. Bu inson nima qilishi mumkin? Eng birinchi navbatda hech bo'lmasa oxirgi 5 yil ichida 2 yil birorta joyda ishlagan bo'lishi kerak usta sifatida. Yoki agar o'ziga o'zi ishlagan bo'lsa, o'zi ustachilik qilgan bo'lsa, shartnomalari bo'lishi kerak. Aynan shu joylarda, masalan, men ishlaganman deb shartnomalari bo'lishi kerak. Mana shu shartnoma asosida ishlaganman, odam bilan kelishib, mana shartnoma tuzilgan, mana smetasi tuzilgan, shartnoma bo'yicha men shuncha shu remont ishlarini qilganman degan shartnomasi bo'lishi kerak. Agarda santexnik bo'lsa yoki birorta sohada malyar bo'lsa, plitka kafel terish bo'yicha mutaxassis bo'lsa, uni portfoliolari kerak. Qanaqa remontlar qilgan? Portfolioni qanaqa qilinadi? PDF shaklida chiroyli qilib, masalan, hajmlari, o'lchovlari kirgizilib, chiroyli qilib portfolio qilinadi. Portfolioda ham masalan rasmlarini qildirishi mumkin. Agarda sizga masalan usta sifatida ish oqtarayotgan bo'lsangiz, Germaniyadan nemis tilini bilsangiz yo bilmasangiz ham bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bizda agar nemis tilini bilmasangiz, o'zimizni tayyorlov kurslarimizda o'qib keyin ishga kelasiz. Bizda kurslarimizda mana biz oddiylarini ham tashkil qildik va intensivlarini ham tashkil qildik. Narxlar farq qiladi. Intensiv sal qimmatroq, oddiylari arzonroq. Bizga murojaat qilishlaringiz mumkin. Agar siz nemis tilini 6 oyda ichida B1 darajada o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Alman Building o'zini oddiy va intensiv kurslarini siz uchun taklif qiladi. Kurslarimiz Farg'ona shahrida offline, boshqa shaharlarda onlayn tarzida o'tiladi. Endi ustachilikka keladigan bo'lsak, siz portfolio qilasiz. Portfolio ham bo'lishi shart, chunki ish beruvchi ko'rishi kerak sizning ishlaringizda qo'lingizdan nima ish kelishini. Hozirgi kunda ayniqsa g'isht teruvchilar Germaniyaga juda yetishmaydi. G'isht terish bo'yicha ham masalan portfolio qilinadiriladi. Agarda siz portfolio qildirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Nemislarga mos portfolioni ham qilib beramiz va ishga shu portfolio orqali ham kelishingiz mumkin. Bu portfolioingiz sizda ish tajribangizni tasdiqlovchi shartnomalar yoki ish staji bilan siz nemis tili darajangizni tasdiqlovchi hujjatingiz bilan elchixonaga hujjat topshirasiz. Birinchi navbatda ish beruvchi topiladi. Ish beruvchi sizga Germaniyaga kelishingiz uchun ruxsat oladi. Ruxsat olgandan so'ng sizga viza chiqishi deyarli aniq hisoblanadi. Vizani chiqqandan keyin siz bemalol Germaniyaga ishga kelishingiz mumkin. Bunga diplom talab qilinmaydi. Faqat bu asosan shu diplom talab qilinmaydigan sohalarda, masalan Germaniyada, lekin g'isht teruvchini ham o'zini diplomi bor. Agarda siz ish beruvchiga masalan tasdiqlata olmasangiz, hech qanday shartnomalaringiz bo'lmagan bo'lsa, shartnomalaringiz yo'q, tasdiqlay olmagansiz yoki agarda siz Rossiya davlatida ishlagan bo'lsangiz ham, Rossiya davlatida ham shartnomangiz bo'lsa, mehnat shartnomasi, fuqarolik huquqi asosida tuzilgan mehnat shartnomalari ham o'tadi. Unda ham ko'rsatilgan nimalar ko'rsatilgan bo'lishi kerak? Sizning oylik maoshingiz, shartnomangizni muddati va qanday ish bilan shug'ullanganingiz, sizda vazifalaringiz ko'rsatilgan bo'lishi kerak. O'sha shartnomalaringiz orqali ham siz Rossiya davlatida ishlagan bo'lsangiz ham, quruvchi bo'lib, qurilish sohalarida, yo'l qurilishida ishlagan bo'lsangiz ham bemalol Germaniyaga kelib ishlashingiz mumkin. Malakasiz ishlarga o'zi qanday qilib kelsa bo'ladi? Malakasiz ishlarda har oyda Germaniya Bundesagentur für Arbeitsda koeffitsiyentlar ro'yxati chiqariladi. Agar o'sha koeffitsiyentlar ro'yxatida sizda kasbingiz tanqis kasb deb tan olingan bo'lsa, sizga viza chiqadi. Mana hozirgi paytda 3 oydan beri omborxonaga yuk tashishga, omborxona ishchilariga viza chiqqani yo'q. Sababi Germaniyada omborxona ishchilariga bo'lgan talab ancha pasaygan. Qanday pasaygan?
talab pasaygani yo'q, lekin ishchi kuchi yetarli, hozirgi kunda ishchi kuchi yetarli hisoblanmoqda. Buni bir nechta sabablari bor. Endi bu sabablarga masalan bizda masalan ko'p ishchi olib kelgan bizga o'xshagan firmalar yoki mana ukrainlar nemis tilidan B1 sertifikatni olib ishga chiqishni boshlagan, qochoqlar B1 sertifikatini olib ishga chiqishni boshlagan. Shuning uchun hozirgi kunda omborxona ishchisiga ish yo'q. Ish bo'lishi mumkin, shartnoma berilishi mumkin, lekin sizga viza chiqmaydi. Chunki sizning kasbingiz hozirgi kunda Germaniyada tanqis kasblar toifasiga kirmaydi. Qurilish sohalarida ham barcha yo'nalishlarga hozirgi kunda barcha sohadagi mutaxassislarga ham viza chiqishi mumkin emas. Hozirgi kunda mana oktyabr oyi holatida malyarlar uchun viza chiqmaydi. Chunki malyarlar tanqis kasblar toifasiga kirishmay qo'ygan. Agar siz g'isht teruvchi bo'lsangiz yoki shtukaturka yoki kafilchi bo'lsangiz hozir ish chiqadi. Ayniqsa svarshiylar. Agar svarshiy bo'lsangiz, svarshiyda baribir ishlashingiz uchun qo'lingizda Rossiyada ishlagan bo'lsangiz ham diplomingiz yoki sertifikatingiz bor svarshiydigan. Sizni mutaxassisligingizni, ish tajribangizni tasdiqlovchi hujjatlardan bittasi yana bu sertifikatlar hisoblanadi. Sertifikatlaringiz masalan Germaniyada tan olinishi uchun uni siz masalan Germaniyaga tan oldirish jarayonidan o'tkazishingiz mumkin, apostoldan o'tkazishingiz mumkin. Sertifikat bergan joy masalan davlat litsenziyasiga ega bo'lgan bo'lsa, sizda masalan sertifikatingiz Germaniyada o'tadi. Bu sababdan ham, lekin hujjatlarni qalbakilashtirmang. Hujjatlaringizni biz juda qattiq tekshirib chiqamiz. Birinchi navbatda biz tekshirib chiqamiz. Ikkinchi navbatda ish beruvchi tekshiradi. Uchinchi navbatda elchixona tekshiradi. Agar hujjatingiz qalbaki bo'lsa, falshiy hujjat qilgan bo'lsangiz, sizga Germaniyaga viza chiqmaydi. Hech qachon siz butun umrlik chorniy spiskga kirasiz. Qo'pol qilib aytganda, ruscha qilib aytganda chorniy spisk bor, o'shanga tushib qolasiz. Keyin sizga viza hech qachon chiqmaydi. Shuning uchun hujjatlarni qalbakilashtirishga shoshilmang. Agarda siz usta bo'lsangiz yoki malakasiz ishlarda toifasiga kirsangiz, qishloq xo'jaligida ishlamoqchi bo'lsangiz, yig'im-terimlarga siz masalan bog'dorchilikdan xabaringiz bo'lsa, masalan bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz sizda hujjatlaringizni ko'rib chiqib, sizga Germaniyaga kelish imkoningiz bor yo'qligini biz sizga aytib beramiz. Lekin bu degani hamma ham to'g'ri keladi degani emas. Biz masalan hujjatlaringizni ko'rib chiqib, o'rganib chiqmasdan turib, har bitta odam uchun biz javob bera olmaymiz. Bu umumiy ma'lumotlar. Bu videodagi hamma ma'lumotlar umumiy ma'lumotlar hisoblanadi. Qurilish sohasidagi hozirgi oyliklar eng ko'p beriladigan savollardan bittasi oylik qancha, oylik qancha. Oyliklar soatiga 16 yevrodan 25 yevrogacha. Bu bruttosi. Nettoda qoladigan bo'lsa, 16 yevrodan oylik oladigan bo'lsangiz, nettoda 13 yevrodan 20 yevrogacha hisoblayverasiz soatiga. Bir oyda 160 soatga siz bilan shartnoma tuziladi. Siz qo'shimcha ishlarda ham ishlashingiz mumkin. Nimalarda ham ishlashingiz mumkin. Bunga ham masalan nemis tili shart. Chunki siz muloqot qilishingiz kerak. Mutlaqo rus tili bilan ishlaydigan joylar davno to'lib bo'lgan. Unaqa firmalar qolgani yo'q. Mana o'zingiz o'ylab ko'ring, Germaniyada masalan shuncha fermer xo'jaliklari bo'ladigan bo'lsa ham, ulardan nechtasi ruslarga qarashli va rus ishchilari ishlaydi. Ular allaqachon ular joylari to'lib bo'lgan. Endi kanalimizni kuzatib boring. Mavsumiy ishlar haqida keyingi videolarimizda ham alohida gapirib o'tamiz. Mavsumiy ishlarga qanday qilib kelish mumkinligi haqida ham biz gapirib o'tamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan G'anishar Sagdullayev, Alma Vizum kompaniyasining viza rabochi yetakchi mutaxassisi. Agarda siz Germaniyaga kelishni xohlasangiz, bizga murojaat qiling va Germaniyaga ishlash orzungizni amalga oshiring. Germaniyaga qo'yiladigan birinchi qadam biz bilan boshlanadi.